sharpali bir kun pastda, keyin tepada. Shu kelinni ham doğru keladi. U ham ilzot bo'ladi, bolalari katta bo'ladi, yoniga kiradi. Tiliyle o'tmaydigan, kuchiyle yetmaydigan davrilar kelib qoladi, gapira olmaydigan paytinglar kelib qoladi, gapinglar o'tmaydigan, kuchdan qolgan paytinglar kelib qoladi. Bir qism umr shu etib o'tib ketadi. Kelinni mamitidan chiqib ketmaydi. Sizni gapirgan gaplaringiz, xo'rlaganlaringiz, siz ichingizga qusgan nafratingiz 40 yil, 50 yildan keyin ham o'sha kelinni bolalarini esida turadi. Men o'zimdan bilaman ko'p narsani. Shuning uchun birovni bolasi ekan deb uyingizga olib kelib olib xo'rlamaylar. Xizmatkor Maleonni emas, shu uyda bitta inson, shu uyda bitta shaxs deb odamga o'xshab muomala qilinglar. U ham odam, baxtli bo'laman, oilam deb kelgan, ajrashib ketaman deb kelmaydi.